电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》的第2阶段对决赛。我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bog'lovchi ustozlar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Ürümçi radyo televiziya stansı bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqaruv chekli sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 6-qarar Oltin Göher Ipak yo'li sadosi programmasining 2-bosqichi bayga. Men riyosatchi Nijat Bari Yaqub. Qadrli do'stlar, undaqda programmamizni rasmiy yo'sinda boshlab ketishdan ilgari yana avvalgidek bugungi programmamiz uchun baholug'uchi yetakchi bo'lib yetib kelgan suyimli ustozlarimiz bilan tanishib chiqaylik. Davlatlik 1-darajalik artist Xalqyar Naqshi Ipak yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi Abdulla Abdurim apandim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partikom Təşviqat bölümünün sabiq muavin kuzatuvchisi Şinjan Xua apandim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitor ataqlıq Naqshi Şinjan Moda Musiqa jamiyatining muavin boshlig'i madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abdukim apandim, xush keldingiz, sizni qizg'in qarshi olamiz. Kenshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Tosh Muhammad Batur apandim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni Komil Jilil apandim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Alqishliq yosh naqshchi kuy elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun, xush keldingiz, qarshi olamiz. Alqishliq yosh naqshchi, yosh ijodiyatchi Kerem Abbas apandim, xush keldingiz, qarshi olamiz.我一直在等待中幻想，我一直在期望中翱翔。当我走在未来的路上，笑出灿烂的阳光，那就是我最初的梦想。也许我会迷失方向，也许我独自彷徨，但我还在梦想的路上。也许我会迷失方向，也许我独自彷徨，但我还在梦想的路上。忘掉所有的悲伤，带着梦想自由的飞翔。Suyumlik ağinem. Suyumlik ağinem. Seni adaş bu kıtım şu İpek yolu sadasınınki bizden 6-qararınki menin görpamlık ballarının 2-ci basqışlıq əmdir resmi piki qıldığım bu basqışqa seni teklif qılağımdan ait qoşalman adaş. Ras konuğumda gap. Senin bu ataytın vaxtını çıxırıb mən yaxşı masış bəginingə muş xizmətimni yaxşı qıldığan müşta bir pozisiyat bulab mən küçük qılıb bəgin rəhmət. Əmdi bizden ballarını o qorkuyorduk, tərbiyələşlərimi boldu. Əmdi bu qıtım resmi əmdi küçeş gerek. Hem bu balların resmen bir pek yıksaldıgan bulduk. Hem de özümüzden yakın yakıgan şu hizmet xulaslarımızı bir yekülüge asasta bir əsligeç bir
doklad qilmamdi qadash. Qarasam bu taklifni bergandan keyin men xo'shalik bilan qabul qildim. Endi rostga qilsam bu qitim menda boshqa guruhlarmi shundaqto aniq. Sening o'quvchilaring bir qadar men hamda mush guruhning ishlariga chaqiriq bo'layotgandan keyin kuchlik his qildim. Xeyli yaxshi. Albatta boshqa guruhlarmi kuchlik. Sen bu yaxshi bolalarni talashib salik bir narsa talashadigan usta bo'lgandan qolgan ustozlardan talashib tatib oldingmi? Yaxshi bolalarni olsa. Talashmasak bo'lmaydi. Yaxshi talashib salik endi. Talashmasak bo'lmaydi. Dilyar va inimiz yenimizda turib bolalar ovoz mashq jihatda ularga yordam qilgan bo'ldi. Sen mo rostcha patatdan men 5 yil degan adash bu xizmat bekcha patat desam mayli adash yashagandan keyin qilimiz dedim. Mushu İpek yo'lninki ishlar uchun kuchayotgan barliq ma'lumotlarga rahmat aytamiz albatta. Hammalarga rahmat. Hammalarga rahmat. Kanundaqda Hazreti Ali Muhammed Tursun efendim bugün kasbiy sohadagi yaxshi birodaringiz shunaqla sizning yaxshi qo'llovchingiz hisoblanib naq maydonimizga yetib kelgan Arzu yetakchi, Amra yetakchi Kerem Abbas efendim bilan İmzar gruppasining tayyorliklarini qandaqroq ishlagansizlar? Salam 6-qaral Altın Göher İpek Yolu Sadası programmasını ixlos bilan ko'rayotgan har millat aziz do'stlar. Naqshchi ijodiyatchi Kerem Abbas og'aynim bilan birlikda biz mush ikkinchi bosqich uchun oldi keyni 2 oylik tayyorlik qildik. 5lik bosqichlarda biz bolalarga bir naqshlarni bo'lish, naqshlarni o'rlashtirish, undan keyin biz bir biyanchu akkordlashtirish ishlarini qilish xizmatlari bilan bir oydak mushu tayyorlik xizmatlarini qilgan bo'ldik. Undan keyin bolalar bilan kurashgandan keyin biz kunduzlari asosan 8 soat atrofida tomoqdan tortib birga bo'lib, o'g'itish xizmatlarida bolalar bilan bir oylik ishlardek haqiqiy mehr muhabbatlik bir o'g'inish xizmatlarini tanqildik deb o'ylaymiz. İşkilimizin arzuyumuz şu, bolalarni çoxum yaxshi bir natijalarni ala olaydi deb o'ylaymiz. Bolalarning bu shunda bir ishonchning borligiga ishonamiz. Hammalarga biz yaxshi natija tilaymiz. Texnik ko'plagan yosh do'stlarga ulgu bo'lib, o'zingizlarning tirishchanliginglar, natijalaringlar orqali ularning texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga bosh qo'yib berishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Shunaqla sizlarga omad tilaymiz. Buningdaqda Arzu yetakchisi Kerem Abbas efendim bugun yana qandaq chiroyli yurak so'zlarini qildikin. Salam İpek Yolu Sadası'nınki aziz ko'rmanlari, salam hurmatli ustozlar. Bugun Hazreti Ali ağaynamninki İmzar gruppasidagi savoqdoshlarning imtihon beradigan kun ekan. Abay Hazretli aytib o'tdi. Biz mo tayyorlikni bo'sh qilmadik. Albatta o'zimiz Şaş vallahi bo'lgandan albatta bizni yo'l boshlagan ustozlarga biz o'tirib, bu yerda o'tirib bizmi imtihon beryapmiz albatta. Shuna o'quvchilarimizning bizning imtihon berayotganimizni unutib qolmasliklarini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Unda bo'lsa hammalarga omad Shunga ustozlarning bizga yaxshi maslahatlarni berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz kelamishkaylar. Haqiqatan bu o'rinda o'ltirish tez. Bu bizning san'atkorlarimizdan faqat kasbiy safa talabli qilib qolmasdan, yana odimiylik, fazilat, kichik beyillik, kamtarlik va tirish ro'y talab qildi. İpek Yolu Sadası program gruppasi sizlarni mushu o'rniga yaraydi deb qaraganligi uchun sizlarni ehtirom bilan bu sahnada o'ltirg'izdi. Sizlarning ham program gruppasini, jumladan program gruppasidagi bosh ustozlar, yetakchi ustozlarni umidsizlantirmaydiganligiga ishonamiz. Qanundaqda bugungi İmzar gruppasining belgisini do'stimiz Kerem Abbasning bir chiroyli naqsi bilan boshlab ketaylik. Sahnamizga marhamat. 21 yıllık terakkiyat basqıçını muvaffaqiyatli besib o'tib guruhlashgan korxonaga aylangan Shanghai Göher guruhi mayırlarga omad tilaydi. Aka qarag'ana sana nima keldim. Kim bu? Altın Göher erlar terasida yurishdi. Ya'ni buning ichidagi ma bu Altın Göher erlar saqal tozalashmazlik. Ha, benim og'illarim ishlatayotgan buni. Bushta bir Altın Göherni bir chaqalli suyuqlik bor ekan, bek yaxshi ekan deb topolmay ketib qolganman. Bugun Altın Göherning joy degansiga o'zimga bir yurib setib olib olgan. Qarsam sizlar erlar qarta ishlangan, erlar terasida yurishdi bor ekan. Bo'lib mushni tejan qildi. Ya'ni buni qo'shimlikka saqal tozalashdan sirt odatda shmenayni o'rnida ishlatkili bo'ldi ekan. Tozini ochgan. Balalıqda tutqan ağine hazırgıca yenimda bille
Balalıqda tutqan ağine hazırgıca yenim da bille Çandurmağaç yalğızlığımni Balalıqdek ötmekte günler Çandurmağaç yalğızlığımni Balalıqdek ötmekte günler Balımızga kildi qayta Biz şu çağda kiygen kiyimler Balımızga kildi qayta Çağda kiygen kiyimler Bizge oxşaş dostlukdin tanma Yürüdü yana qayerde kimler Bizge oxşaş dostlukdin tanma Yürüdü yana qayerde kimler Hayat ki güzel hikmetler Şu topluluk yollarda kaldı Hayat ki güzel hikmetler Nevqaran bir erge aylandı Ötmüştü ki ben baş yigitler Ötmüştü ki ben baş yigitler Adilcan bilen
Mevlancan. Mevlancan'a biz Can Tavla şuniki nadi jingden şыңrı livu degan naqshni berdik. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan ketbu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Shinjong Cho'ng Ustam yemakli chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Oldu mu? Peyze aka. Yomon peyze. Ya aka, Qiziqim ben. Ha? men yaqinda bir e'lon chiqqan sen. Cho'ng ustam ne demse? Ya nimati? Cho'ng ustam şu. Ya nimati? Buni men aytbirim bigina. Cho'ng ustamning nomi yetti shashagam. Taomlari o'xshab ketdi hamyada. Mushilan shu. Yegin varmı cho'ng ustamning Qo'rqsam, taomlarini? eshib ketdi. Jira, men seni miyma qilib jiray, ya. Bizning birinchi maydonga chiqmoqchi bo'lgan bizningki suyimlik inlarim bo'lsa, Mevlancan bilan Adiljan Can Tavla şuniki şыңrı livu degan naqshni bizga mishada aytib bermoqchi. Qani mayirlarimiz sahnimizga marhamat. Yaxshimisilar do'stlar? Men Mavlon Mehmet bo'laman. Mening ismim Adiljan Tayir. Bu qitim men Ipak yo'l sadosida qatnashib, Hazratali ustozning guruhiga tanlandim. Ham shundaqla baxo'shal bo'ldim. Hazratali ustoz men bilan Mavlonga shu Janto ustozning Şыңrı livu degan naqshini bilib berdi. Ondan aç kirga yiyat hissiyatni texim bir. To'g'ri, men boshqalarni da'atman, va ash hissiyat texim bir kuchaydi. Kirga yiyat hissiyat texim bir. Gap yo'q, peyze. Bu naqsha hammamizga tunishliq bo'lgan naqsha. Hamda buningga qoidalardan benchi qilib, yangicha narsalarni qo'shib, ko'rmanlarimizga yangicha usulda chiqimiz deb o'ylayman. Adiljan, men sizga g'ayrat tilayman. Mush hissiyat jihatdan mush sahnada texim bir diqqat qilib, mush naqshini hammalarga, ko'rmanlarga eng yaxshi bir alaylik bilan yaxshi sunishni, yaxshi natija ilishni bolalarning chin ko'nglimizdan.10月6号那一天，我走遍了几条热闹的街，只为了寻找一份礼物，你喜欢的生日礼物。就在你生日的那一天，我把礼物送到你家门前。你说不必了，不是说好了已分手了吗？你曾说过分手后还可以做朋友，我送你礼物你接不接受？还叫我忘了你，从此不要再联络，让彼此都快乐。你曾说过分手后还可以做朋友，我送你礼物你却不接受，还说我会找到另一个比你更好的女人。
天，我走遍了几条热闹的街，只为了寻找一份礼物，你喜欢的生日礼物。就在你生日的那一天，我把礼物送到你家门前。你说不必了，不是说好了已分手了吗？你曾说过分手后还可以做朋友，我送你礼物你却不接受，还叫我忘了你，从此不要再联络，让彼此都快乐。你曾说过分手后还可以做朋友，我送你礼物你却不接受，还说我会找到另一个比你更好的女人。此刻再也忍不住，眼泪不停的滑落，颤抖的双手捧着礼物往回走。你曾说过分手后还可以做朋友，我送你礼物你却不接受，还叫我忘了你，从此不要再联络，让彼此都快乐。你曾说过分手后还可以做朋友，我送你礼物你却不接受，还说我会找到另一个比你更好的女人。 Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Pay Çək şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Oy adaş bu yerdə oturub ketibsən qoy, görə bilib bir tomaq yeyib gələyli. Oy adaş, nemisini deysə, bugün tün aylık maaşımı alğandım degine, apamğa bir soğat elib xoş qılıb deyib, nima olishini faqat bilmedim. Oy şunun qamışda oturub. Adaş altın güher deniz adamgahı terçanış məsləhətlərini əppərə, önüm bək yaxşı kiyəmə aldın qıtım apamğa bəgəndim, terin çağaytıb qorxutuşunun aldın aldı ki. Hazırғы gırım boyumları bek çıxlap getdi, ras önüm bayım ki adaş. Bəkəm yaxşı ki apamı bək yaxşı görüb işiltib atıdı. Ondaq bolsa jürə, bilib berib eliş bəginə adaş. Jürə altın güher məqsud işdə bulaq bayı. Sübət və ünüm cəhətdə həmməylərini qayil həm mayil qılan Altın Göhər və Ay Göhər terasıraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzellik quruluşida biz xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Groyi programımızın tajdarlığını aldı. Rəhmət sizlərə. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanalarga və inaq ailələrə sığıb kirgan tetutqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti programımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Pay Çəkiliş şirkəti programımız bilan strategilik həmkarlaşdı. Programımızda yuqur sübətə kapalət qılğan yeni davr alayidligiga ega Şinjan imzar kiyimləri alayda qolladı. Tantərbiyə bilan sənətni birgə elib meniyotgan Şinjan Tuş Cəmiyyəti Bilyard klubu çəkiliş şirkəti programımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüç hanım kızlarının aldın tanlışı bulup kelyapatkan, sübət və pason cəhətdə hanım kızlarının alqışıga hamda etiraf qilishigə erişiyotgan 18 yıllık tarixə ega Dilkar kiyimləri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Körmen dostlar, imzar gruppisidagi mayırlarımız öz beygisini tamamladı. Xenondaqda dövlət dilida ajoyib chiroyli aytilgan mana shu muhabbat melodiyasi, shundaqmi? Shundoq. Mushu naqshiga Shinjanxo apandim eng oldi bilan so'z qilish huquqliq deb o'ylaymiz. Qani, Shinjanxo apandim, 您觉得这两位朋友唱得怎么样？ İkisi hakikaten yaxshi aytdi. Ha? Bir-birisini qilishmaydi ekan. 非常现代啊，非常现代。他们的这个歌声跟他们的动作非常协调啊，非常协调，唱得非常好啊。Ağzından tavsiye ederim. Rahmat. Oldu. Senin bakta bir başlıklarıyla Taş Muhammed Batur efendim. Bu ikisi bek zor bir farklanma sözlep o'rtada zo'r farq mı yok ki? Mening tavsiyem adil. Rahmat. Ablat muallim. Bu ijtimoiy mu texnik seviyelerini aytib baravar tenkep qolgan yaxshi naqshchilar, yaxshi naqshni tanlab bekitib gruppalabdi ham yaxshi ijro bo'ldi amaliyotdagi ijrosi.
Qo'sh ovoz yo'linishda bo'lingan, ya'ni har ikkisiga o'xshash bo'lingan ekan, har ikkilisi shundoq loyig'ida ravon yaxshi ijro qilib, yaxshi tamomlab tugatdi. Hamda bu ikkalanning shu farq bek asosan yo'q degidek ekan hamda, ammo ikkidan birini tavsiya qilish bo'lsa hamda men Mavlanjonni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Aygul muallim. Ma əsər işgələngi şunda mas kəpdi, yaşlılığımı şunda çüpdü, özünün avazını şunda mas kəpdi. Şuna yaxşı orunlap bədi, bizni huzurlandırdı. Siz mi moңulunub ketdiniz? Mening tavsiyələrim bolsa Adil Tayir. Xoş. Kamil muallim. Aldı bilan ikkinlarga rahmat aytamiz. Shu yaxshi asarni shad o'rinlab berganiga. Farq yo'q ikkilisida. Lekin ham birini tavsiya qilish to'g'ri kelsa, men Adiljon tavsiya qilaman. Xursand bo'ldik. Abdulla Abdurim muallim. Mening o'xshash mushlarga fikrim. Shundoq bir-biridan farqlanmaydi. Menimcha, Pyoshenda Adiljon biroz tuchu, Shilida menga bergan ta'siri Mavlanjon. Men Mavlanjonni tavsiya qilay. Ikkilisi undan qalamalla. Bugun ikki nafar mahirimizga tavsiyalar yaxshi tushdi deb o'ylaymiz. Albatta bu qarorni oxirida yanla do'stimiz shundaqla imzor guruhining yetakchisi sizlarning o'qituvchinglar bo'lgan Hazrati Ali Muhammad Tursun apandim chiqirdi. Hazrati Ali apandimning gapiga quloq solishdan ilgari mening sizlarning ahvolinglarni bir qadar tushunadigan do'stimiz Keram Abbas bir tavsiya basi bo'ladi. Mavlanjon, Adil, biz beshidlam, mashqdilam degan ishqinlab nomer farqini pek chiq emas. Naq maydondan bo'lsa, ustozinglarni qiynab qo'yinglar. Kimni tanlashni bilanlar qasılgan degan ustozlarmi? Sizlar bilan saninglarni asosiyatni tanlashtirib qo'ydi. Ikkilinglar pek pez o'rindadinglar. Men faqat Hazratli ma'lumni qiynab qo'yish uchun Mavlanjonimga bir bilet tashlab qo'yma, tanlab qo'ydik qolgan aka. Tempolashtirib, oxirida hijolat to'qmishiga Hazrati Ali muallimni tashlab qo'ydik ekanmiz, lekin ishilma Hazrati Ali muallimning cho'qim o'zining o'ylaganlari bor. Navbatda bu ikki nafar mahir qandaqroq aytgandi? Haqiqatan yaxshi aytdi. Bu ishkaylan mashqdimi, bak ko'rinarlik, Keram og'inam degandek bizmi har qism aytib bo'lgandan keyin jiqqa qildirmaydigan, nayt ishtik o'rganib, ishtik o'zlashtirib, ondan biz men mandaraq elinglar, hissiyat mandaraq qilgan degan yerlarni nayt ishtik o'rganib, bizga bak ilqay aram baxsh bergan guruhning birisi bo'lgan. Shaxsan men hozir hamda bir qiyin bir ahvol qolgandek his qildim. Rostga qilsam, Nijat, 2 kunning yo'q asosan qallam mushcho, mush vaqtda qanday bir ishlar qilib ketaman deb. Chunki men tunchiqdim qatnashishim. Shundoq. Bu bolalarning ishkilisinki haqiqatan bir-birisidan farq yo'q deb o'ylayman. Ras farq yo'q. Ras farq yo'q deb o'ylayman. Bunisiga yishimiz bu birodarlarimizga qancha orliq yaqin bo'lgan seri, bularning hissiyotiga balkim texmi yiqilisha olishimiz mumkin. Bulardagi jiddiychilik kayfiyati, bulardagi musobaqaga yuzilishdagi psixikalik holatlarni texmi cho'nqur yaxshi seza olishimiz mumkin. Ustozlarimizga nisbatan musobaqaga qatnashishdan bog'liqchi bo'lishga otlang'ili uzun zamonlar olib ketdi. Biroq mayli Kamil, mayli Hazratli, mayli Keram bo'lsin, o'quvchilikdan ustozlik qadamini og'ilib bek uzun zamonlar bo'lmaganligi uchun bularning hech qaysisini tashlab qo'yishga ko'z qiymaydi. Haqiqatan. Shundami? Qani, birodarlar, qo'linglarni bersanglar. Bek ishni ko'p ketmo'ya. İmzar grupsining yetakchi ustozi Hazrati Ali Muhammad Tursunning navbatdagi baygida ikki nafar mahirdan qaror chiqarmoqchi bo'lgan mahir bo'lsa, men ikki inimni hargiz musobaqa tushib, bir sonli yengilib qoldinglar, bir sonli yengdinglar deb o'ylamayman. Ilammo boshqa ustozlarim shunday yaxshi baholarni berdi. Men bir tanlash chiqarsam, sizning tanlashingiz, lekin inilarim hargiz mendan qapolmaydi deb o'ylayman. Biz bu jihatdan muxli yaxshi hissiyatlarni almashtirdik. Sizning tanlashingiz, mening tanlashim Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izlaguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik.
Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'milishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishga egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tükta o'chkichilari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkiblik kollagenlik oqsil peptidi. Aku, o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Tomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Tomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetikqo'lari. Nimishqi mojito davirsa? Hərdən bax Cam içimlik şirkətinin yaşdağı bolğan ən yeni soğusu Cam Mojito içimlik. Mojito ko'ngilga yaqindir. Mojito yurakka baradur. Mojito sinardir. Yaşlıq və şaşlıqның təmi Cam Mojito içimligi. Cam Mojito. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyamiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati bilyard klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati bilyard klubimiz bilyard qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari vaqt rahimsiz, u hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın Göher kollagenlik oqsil yurishlikki, sömürüşchanligi yuqori kollagenlik oqsildan ishlangan bo'lib, osonla yuz terisiga singib teriga suv to'liqlaydi. Terining elastikligini yuqori ko'tarib, qo'riq tushishining oldini oladi. Teri hujayralarini ozuqlik bilan ta'minlab, terini tegidan suzuq, yumron qilib, dog' tushishining oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik oqsil. Altın Göher kollagenlik oqsil yurishligi. Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Adiljon. Muborak bo'lsin. Adiljonning qizg'in qizlaymiz. Ham qanaqalar keyingi bosqichda tayyorlik ko'rishimiz qilamiz. Adiljon hozir sang'nog'i tushgandek jiddiylik talab 3-chi bosqichdan tayyorligini ishlab bo'ldi. Davomli tayyorlik ko'rgaysiz. Mevlonjon amaliyotda qoida aram bilishimizmi, keyingi safarga texmo kuch-quvvatga to'lib atlanishimiz uchun yaxshi bir fursat. Ustozlar bilan yuztirana holatda birga o'z naqsini ijro qilish degan bek go'zal bir natija. Anglaylik. Aldı bilan mushu yerda o'tirayotgan barcha ustozlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Kapataklar kuninglar salomat bo'lsin. Uning uchun Hazrat Ali Muhammad Tursun ustoz bilan Karam Abbas ustoz sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Nikohdan oz bo'lmagan tirikchiliklarni ko'rsatib bizga o'z ichinglardan biliminglarni berdinglar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman.
Sening tanlashing bo'lsa, bugungi bu natijani o'ylab baqqanmidingiz? Mushta bo'lib qolarmi deb o'ylaganmi? Rost gap qilsam O'ylamagan. Biz oldingi bosqichlar do'stlarimizga mudovatimiz, demak, mushundoq musobaqalar orqali, mushundoq sinoqlar orqali gayi natijalarni oldin o'ylab qo'yish to'g'risidami o'zimizga xizmat ishlayotganmiz, o'rganalayotganmiz. Bundan keyin har qanday ishga yuzlangan chog'da qo'shqo'lliq tayyorlik qilishni odat qilib olishingizni umid qilaman. Chunki utish poyada uttirish bo'ladi, uttirish poyada utish bo'ladi. Biz har qanday natijaga dodil yuzlanganligimizda andin tutishning huzurini suralaymiz, tuttirishdan mag'lubiyat his qilmaydigan bo'lamiz. Menimcha bugun tuttirish emas, balki sahnadan vaqtliq ayrilish va texim yaxshi holatda biz bilan ko'rishga tayyorlik ko'rish. Bilamdi? Mush munosabat bilan meni beqib xatoga qo'shgan ota-onamga ko'p rahmat aytaman. Manzillarga qilsak tavakkul. Inson degan hamon nima? Biz ko'playmiz shunaqan nima? Inson degan hamon nima? Biz ko'playmiz shunaqan nima? Tantarbiya bilan san'atni birga elib mengayotgan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Qanday ahvoling aka, yaxshimi? Ha, yaxshi ekanman. Voy, to'g'anda. Voy. Bu nima aka? Sen bu og'zini chotding buniki. Bu biratal yengil ichib qo'yganing Ora bo'pti. topqandim men. Ma degan ma Ardambaq shirkati ishlab chiqargan ko'kchi quvvat suyi ichimligi bor. Nereden aldın bunu? Voy, 4 kun cho'gilab aran topqandim men buni akla. Ha, Sen pul so'rasang mayli, bu ichimligini talashmag'ina menda. O'zing tep qilg'ina. Şunun ulan yana muş naqshlar arasından adaş. Sizin naqshlarını tanıp aldım. Unutma degan naqshlarni. Rahmat. Hakikaten bu naqshniki şu musabi karakteri bek eksiltidigan, bek bilinishdigan naqsha bu. Reynat fikrimiz bilan Zulubqar fikrimiz bo'lgan bo'ldi. Bu naqshlar yaxshi tushdi. Bizniki imzor gruppasidan ikkinchi qitim maydonga chiqmoqchi bo'lgan inlarimiz bo'lsa, Reynat Turg'un bilan Zulubqar Odil. Yaxshimizlar ekrandagi ko'rmanlar, mening ismim Reynat Turg'un. Yaxshimizlar do'stlar, men Zulubqar Odil. Mushu naqsham qo'yilgandan keyin yaqin og'aylarim, urug' tuqqanlar shunda yaxshi ko'rib angladi, ham shunda qo'lladi. Men buni ayt xushal bo'ldim. Men Azizali ustozning gruppasiga kirib, Reynat bilan menga Karam Abbas ustozningki unutma temisidagi naqshni bildi. Sevdiğin işler kıyılsa. Yaxshi bo'libsa, yaxshi bo'lib. Ha, o'zgartib bergan. Seni soraydım. Ağladım kerken uzun cevabını daha sen soraydım. Ma hissiyat bilan qo'qtirgan naqshlar. Lekin men hissiyat bilan sen Mushu Azizali ustoz, Karam Abbas ustozlarning yordamida nihoyat yaxshi bir holatga yetib keldik deb o'ylaymiz. Bu qitimga musobaqada do'stim ham hamroyim Reynatga cho'nqur bo'lgan utuqlarni tilayman. Ham bu qitim o'zimni cho'qim yaxshi idoralayman deb o'ylayman.
Yüreknin qetida erimas bir söz Sen bilen man yaralgandek dünya His qildim men özümni yalgın Sevinçler kıynasa Xiyallarım tınmaydı Bu yürek Seni soraydı Halidim ket Bu suallarım Cevabını fakat senden soraydım Aldım beni öçüremey kalbimden bilgin ben muhem unutalmadım Yürekke uyulgan an bu bir cübsim 100 yılda ketmeydi öçüm Seni sarkıymışsan Xiyalların tınmaydı Hey bu yürek Seni soraydı Halıdın ketken Bu sualların Cevabını fakat senden Baxitlikdə görsətməyim Yalğanğa toyundu yürək Öçürəməysən Unutalmayman Yağmurlar yağsa Beni oyla Rayonumuzda güzellikli sevgici hanım kızlarının aldın tanlışı bulup kelayotgan süpat ve fason jihatda hanım kızlarının alqışıga, şundaqla itiraf qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixiga ega Dilkar kiyimlari Mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecelik mukofotga erishgan Mahirni Shanghai Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik chekilish şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Herdembag yemek içmek payı chekilish şirkati cam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. To'rtinchi derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang imzor kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi chekilish şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan tartiblaydi. Albatta bizning 6. derecelik Mahirimizga mukofot buyumlarimiz taqdim bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Yipek Yolu sadasından ibaret uzun yıllardan buyon elning e'tirof qilishiga va yoqtirishiga muyassar bo'layotgan bu Kuzur programida chiroyli sahnada biz yillardan buyon har tildagi chiroyli yiqimliq naqshlarga quloq solgandan boshqa yana
klassik naqshlarning, xalq naqshlarining, shuningdan boshqa yana ommabop ijodiy naqshlarning anglag'uvchisi bo'ldik. Bu kelishgan ikki inimiz naqshlarni o'rlagan chaqda bu naqshlardan shaxsan Kerem Abbas va yoki Hazrati Ali Muhammad Tursunning yaxshi birodarlari, anglag'uvchilari qatoridan o'rin olganligim uchun menga bu naqsh mushularni purdi. Mushularning ijodiyati yoki mushularning asardakli tuyg'u badi. Albatta buni men bilmayman. Biroq Keremninki. Shundaqmi? Unda bo'lsa, Kerem muallim alayda sizlar uchun tayyorlagan naqshga shundaqmi? Qandayroq o'rinliq deb o'ylaysizlar? Qancha nomer bera olaysiz o'zingizga? 80% aytadim deb o'ylayman. Chunki men yana egallab olmagan 80 nomer, shundaqmi? Xo'sh. Shu men jiddiylashishni hisobga olganda shu 80% deb o'ylayman, lekin mashqlar shunday yaxshi bo'lib qilgan. Yana sahnadan so'ra bor. Sahnadan so'ra bor. Bo'ldi, unda bo'lsa buningga ustozlar qanday tavsiyalarni berdigan anglab boqaylik. Ablat apandim. Rinat Zulfiqar Abdulla Narishkilarga rahmat, nihoyat yaxshi ijro bo'ldi. Meniki tavsiyam Rinat. Xo'sh, Tosh Muhammad Xotir apandim. Abay chiqqan mayırlar bo'lsin, hozirgi mayırlar bo'lsin, Hazratlarining nihoyat yaxshi tarbiyalab mengibdi. Buni ustozlarning xeyli ajr singimni ko'rgil bo'ldi. Endi tavsiya qilishda mening tavsiyalarim Rinat Turg'unni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Aygul xonim. Biroqla tavsiyaga kelsak, mening tavsiyalarim Rinat. Rahmat, xursand bo'ldik. Kamil apandim. Şıkkınlar rahmet, yaxşı o'rlab berdinglar. Men Zulfiqarni yana ichida bir hissiyat turaqni ko'rdim men. Teshib turayotgan. Rinat bo'lsa pishqan holatda aytdi. Bu yana ichida chiqarilmayotgan bir narsa bor. Shuning rag'bat yusidan men Zulfiqarni tavsiya qilaman. Unda bo'lsa, ustoz Abdulla muallim. Menmo shu Zulfiqarni tavsiya qilay. Xo'sh, xursand bo'ldik. Sinjanxon muallim. Men Rinatni tavsiya qilay. Rahmat. Bugun bularning natijalari asos jihatdan tandiyarlik bo'lib qoldi. Demak, o'rtaq tirishchanlik ko'rsatibsizlar. Mayli qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar, ustozlarning rag'batlari, madad ilhomlari sizlarga nisbatan mush sahnada katta bir natija hisoblandi. Sizlarga orzu yetakchisi bo'lgan, hamroh yetakchi bo'lgan Kerem Abbas apandim qandaq tavsiya berdi ekan? Oldi bilan naqshini aytbaginglar rahmat. Yaxshi aytdinglar, chiroyli aytdinglar. Keyingi musobaqalarni o'ylashgan ahvol ostida men Zulfiqarni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Nuqul bu mahirlarla emas, balki sizlarmi o'zinglarning bu bir qancha mazgildagi ajringlar orqali ustozlar qanchalik tirishchanlik ko'rsatganliklaringlardan bir natija beryapsizlar. Shunaq bo'lganligi uchun balkim jiddiychilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. So'zingizni anglaylik. Raska qilsam ishga aylanib qarayanmadim, men hozir nijot qilam qarab oldim. Hech qisi yo'q. Bu ishga aylandimi? Kerem degandek bizlarga bek cho'ng bir orzularni bek kutib turdik shu naqshni o'rgatgan vaqtida shu bek bismlarni qilib, bu texim bir yaxshi aytib o'tishni umid qilib degandek, hozirmi shunday yaxshi. Biz o'tdag'ichim shunday bir so'yinib ketdik. Bolalarning sahnaga chiqqandek kelinlam qarsam shunday bir ishonchlan boshlagan. Nihoyat yaxshi etdi. Hozir bir bek cho'ng farqni shaxsan men o'zim his qilamadim. Haqiqatan bu jarayonda bolalarmi bek jafo chekdi. Bizmi bek kirishib oldik. Zat shu vaqtdan tot soat manchida manda qilsizlar, anda qilsizlar, manda qilsizlar. Ardışolmagan hamda shu uyda uyquga hamda bir shopinton vaqtlanlar demedim-da, men qolgan ishlarning hammasi hamda nima? Mush bolalarning bir zili bo'lsa, azroq bo'lsin bir foydasi bo'lsa, deb har jihatdan hamda o'zimizning saviyimiz yetkicha bir terishib baqdik. Haqiqatan yaxshi etdi bolalar. Qani, birodarlar. Bu ikki enimgimi men yurkimdan masansiga birasini mandroq aytib qoldinglar yoki sen yaxshi etding, enim yoki sen yaxshi etding bilan degan mundaq meningkilikka boshqa bir numur qo'ygan tanlashim emas. Men bu ishga aylangimi o'zimning eng yuqori bayimni beraman. Haqiqatan men xush bo'ldim. Lekin men yana shu 3-bosqichni o'ylashib qolgan ahvol ostida bir qaror chiqarsam deb o'yladim hozir Kerem. Xo'sh, Hazrati Ali muallim İmzar gruppasining navbatdagi baygida 2 nafar mahirimizdan tanlab qoldigan mahiri bo'lsa, Aku, o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurish sirini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi sharshaga. Taomlari o'xshab ketdi.
Çoğun ustamның çoğunluğu var. Çoğun ustam tayyor tamoq va tetik qo'llari. Ha, dal mush tam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq paysmi ekan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ishgan qoq suydan bizga maykilaga. qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suyini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qayta topdik. Jam. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'ruq tushishning oldini aldı. Teri hücrelerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzüp, yumran qilib, dağ tushishning oldini aldı. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher bonialsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'milishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishga egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tükta o'chkuchilari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher bonialsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga medet. Coşqunluq ve ishonch taşkından başlangısı. Taşkın oqsil talqonlari. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latafetni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari 21 yıllık terakkiyat basqıçını muvaffaqiyat kesip ötüp guruhlaşkan karxanaga aylangan Şanghay Göher guruhi mayırlarga omad tilaydi. Renat meni kechirgan ukam Zulfiqarni tanlay. Mübarek olsun. Günümüz Zulfiqarni qizg'in qutlaymiz. Keyingi bosqichda xayrli qadamlar bilan davom etishini umid qilamiz. Renat inimiz amaliyotda Urumchidagi yosh do'stlarga bir qadar tunishlik bo'lib atgan. Chunki Urumchidagi olqishliq muzikalik klublarda, uning boshqa har qaysi yoshlarning programmalarida jumladan o'zini namoyon qila oladigan sahnalarda fursatni qo'ldan bermay safirini davom etayotgan tirishchan inlarimizdan biri. Renat bu sahnaga chiqqan chog'da menimcha ro'yi jihatdan to'liq tayyorlik qilib bo'la oladi deb o'ylayman. Chunki Renat aslida bizning atrofimizda agib yurayotgan ustozlar bilan kunlik ish faoliyatlarida birga bo'lish jarayonida ideya jihatdan o'zini xil ro'yini to'q tutib olgan bir yigit. Shundoq bo'lsa-mu balkim hozir o'ylayotgan his-tuyg'ular bo'lishi mumkin, anglaylik. Oldi bilan shu fursatni menga bergan shu Ipak yo'li sadosi programmasiga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Hamda shu oldi keyin bir oyning ichida Hazratali ustoz bizga oz kuch chiqarmadi. Kunda atigan bo'lsin berib, o'sha tongman chiqib, hatto tushlik tomoqdan tortib bilib o'shada. Shularga shunchalik ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Keram Abbos ustoz, Hazratali ustoz, yana qo'shimcha Diler Vahab ustoz, andan ishxonda muzikalarning pejisini qilib jabot atayotgan farosat akashlarga hammalar ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Bu chiqib ketib, hargiz to'xtab qolmayman. Cho'qim tirishib, texim cho'ng sahnaga chiqishga tirishimiz. Sahnamizni bek egiz loyilib o'tmasligimizdan sababimi tushib ketib degan so'zni ishlatmaslik uchun.
Faqat vaqtliq ayrilish, vaqtliq aram elish ham shunaqla kuch-quvvatga to'lish. Enim biz yana bir sapda turimiz. Texim yaxshi sahnalarda eng chiroyli so'zlar bilan seni sahnaga e'lon qilishga men tayyor. Fursat bo'lsa, güzel maydonlarda birlikda hamkorlashaylik. Skeptaymiz şuna benliyime İnsan degen aman ünlüme Skeptaymiz şuna benliyime A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemakli chek shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aka, bu qitimqi bosqichga sizning kumush kelgan kostyumlardan kiyilgan deb qaysi markadan kiysam bo'lar? Voy, nemdergi deyman. Endi voy xotirjam bo'lolma, o'zim obrazga qilib olgan fikrim. Emzor kiyimlar bizning hammalarga bor. Ha, ham qilmam o'shildim. Bo'ldi aka. Obul Qosim ukamiz bilan Nozi singlimizga Ha, bu ishkelenga seningki asrangdan bizni yaxshi ko'rman degan naqshni bergan bo'ldik. Asrangdan bizni so'qildik. O naqshni men yaxshi ko'rdim. Bu naqshning bilan yiqishlik bo'lgan ekan. Ballama o'zi davomli anglagan naqsh bo'lgan ekan, ishtik tushib ketdi. Ikkisining ovozi payz tushdi. Payz tushdi. Bularmi bir qiz bir o'g'ilni biz bir ko'rib qolganimiz uchun bulardimi? Bir qiz bir o'g'ilni bir yerga akilib, asli ashtar ijod qilingan naqshlar bo'lsa mayli, bu naqshni hazratlisa o'zing yolg'iz aytgan bir qiz o'g'li aytgan. Naqshning gavbadosini deb akordini tepib birlashtirishda mayli parasat ma'lum bo'lsin, mayli dilyar bo'lsin, mayli sen bo'l, mayli men bo'lay. Az bo'lmagan japalan tattoq uqularim. Cho'qim akanlarning naqshisini, ustozlarning naqshisini yaxshi o'rindaydiganlarga. Men ishlamsa. Belki yaxshi natija ilishni ham umid qilamiz mushkullarimizniki. Üçüncü olab bizning Emzor guruhidan sahnaga chiqmoqchi bo'lgan eni singlarim bo'lsa, Obul Qosim bilan Gulnaz singlim. Yaxshi ko'rman degan naqshni o'zimizga sundi. Yaxshimizlar, men Obul Qosim Aybolman. Yaxshimizlar ko'pchilik, men Gulnaz Abduvali bo'lman, Xinjiang Aqsudan keldim. Bu qitimliqqa mening naqsham qo'yilgandan keyin mening uydagilarim, urug' tuqqanlarim, do'st birodarlarim shunday xush bo'ldi. Bu guruhga kirgandan keyin men oilaning qanday bo'lganligini his qildim. Biz tamoqdimi bilamdan bo'ldik. Men bu yerda Azirtili ustozga, Kiram ustozga, Dilyar ustozga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Bu qitimqi mashqda Azirtili ustozning eng yaxshi asri bo'lgan yaxshi ko'rman degan naqshini Gulnaz bilan ishimizga bo'lib edi. Seni yar yaxshi Seni söylemem Seni güzel dep emas belki Yüreğimdin yaxshi görmem Seni güzel dep emas belki Yüreğimdin yaxshi görmem Eng oxirida Gulnaz bilan ishimizning yaxshi natijaga erishishimizni umid qilaman. Seni yar yaxshi ko'rman faqat seni söylemem Seni güzel dep emas belki Yüreğimdin yaxshi ko'rmam Seni güzel dep emas belki Yüreğimdin
ayrılıştın korkman. Suğu taşla çöl gibi goya, sana canım muhtaçman. Kızgınman seni hemmedin, ayrılıştan korkman. Soğuk taşla çöl gibi goya, sana canım muhtaçman. Kenlerim yok, senindir artık. Bir alsam bana muhabbet. Nimem var benim senindir bülek. İhtiyacım bir özüm fakat. Nimem var benim senindir bülek. İhtiyacım bir üzüm fakat. Kızgınım ben seni hemmedin, ayrılıştın korkman. Suğu taşla çöl gibi goya, sana canım muhtaçman. Kızgınım seni hemmedin, ayrılışlardan ben korkman. Soğuk taşla çöl gibi goya, sana canım muhtaçman. Ben seni yaxşı görmem. Fakat seni söyleyemem. Seni ben dep emas belki, yüreğimden yaxşı görmem. Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Ərdenbağ Yemək-içmək Payçək şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Ukam yomon zerikib ketdim men. Naqshinimi mesh qilib bo'ldik. Nima ish qilsak bo'lar? Sizdan aksiz cho'ng o'g'an ekan. O'tganda bir bilyard klubini gapini qilganding. Nima edi ismi? Tush jamiyati bilyard klubi. Bu tush jamiyat bilyard klubiniki muhit qanday? Muhit intayin yaxshi aka, ham ichimi shuncha ozoda. Mulozimatim intayin a'la. Unda ovoz berib bir 1-2 soat qilimizni armaldirib kelmaydimi? Shurak ham da'vosi. Müsbət və ünüm cəhətdə həmməylərini qayil həm mayil qılğan Altın Göhər və Ay Göhər terasıraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzellik quruluşida biz xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Groyi proqramımızın tajdarlığını aldı. Rəhmət sizlərə. Əla sifatlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanalarga və inaq ailələrə sığıb kirgan tetutqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynayatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Ərdenbağ Yemək-içmək Pay Çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategilik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqur sifatga kapolat qilgan yangi davr alayidligiga ega Şinjan imzar kiyimləri alayda qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birga ilib mengayotgan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi Çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüç hanım kızlarının aldın tanlışı bulup kelyapkan, süpət və pason cəhətdə hanım kızlarının alqışığa həm də etiraf qilishigə erişiyotgan 18 yıllık tarixə ega Dilkar kiyimləri proqramımız bilan alayda həmkarlaşdı. İmzar grupsuna yetakçisi Hazreti Ali efendim öz naqsini o'quvchilari etib chiqsa qandaqroq tuyg'uda bo'ldi ekan? Men bek huzurlandim.
Şundamı? Men ayt hoş oldum bugün. Ma'qul. Undaqda qolgan yetakchi ustozlarimiz qaysi mayırlardan bekrak o'zirlandi ekan? Tavsiyasini anglab baqayli. Kamil efendim. Ve aldı bilen inim Hucumet Kurban'ın icadeti bilen Ağinem Hazretleri'ninki cemiyetten yaxşı takılgan naqsının müsaadəsinin ağzından çıqqanlığını anlap nayet hoş olduk. Nayet yaxşı icra kıldığınlar yaxşı bir grup buluptu. Şikilanglar nayet isiyatı yaxşı. Men Ubul Qasım tavsiye qildim. Rahmat, xursand bo'ldik. Aygül muallim. ikkilaylar shuncha tirishchanlik bilan shundoq shuni bak yaxshi bir aytsaqkan deb shundoq kuchidi. Mening tavsiyalarim bo'lsa Ubul Qasım. Rahmat. Ablat muallim. Bu bir qiz bir o'g'ilni aslida shu peki holatdagi shunaq gruppalash shu yetakchi ustoz bo'lsin mayli amra yetakchi bo'lsin eng ko'p zikni kuchini amaliy kuchini sarf qiladigan bosqich shuchu. Ovoz o'xshamag'anligi uchunmi? Ovoz doirasi o'xshamaydi, ba'zi uslublar bir yerga kelmaydi degandek. Shundoq ishlarni eng inchki holatda analiz finshi qilib bir yerga ekib, bularning ikkisining ovoz yengchilari bir yerga kelmaslik iborat masalalarni hal qilib turib, uni o'sigimda asli bu Hazrat inimizniki o'zining yolg'iz kishilik naqsi hamdi. Buni qiz o'g'il qilib, yana bir o'zgacha bir holatda shundoq bir guruhlab mush holatda boshqartirish, shu programning ikkinchi bosqichining go'zal yerlari shu. Xasligi. Shundoq yaxshi guruhlash bo'pti. Bu ishkaylarningki ijrosida hissiyot berishlarda nihoyatda o'xshash, texnik ahvollar o'xshash. Ustozlarningki bulardan kutgan umidi va mashg'ulotlari balkim boshqacha bo'lgan bo'lsa, bugun amaliy naq maydon ahvolda hissiyotlar shundoq joyda, ammo ovozningki muqimlik jihatdan har ikkilisida o'xshash qisman savalliklar kuydan qochib ketish ahvollari yuz berib qoldi. Ammo hissiyotlar shunday yaxshi, ifodalashlar yaxshi. Ovoz o'rnidagi qisman masalalar. Bu ishkalarni qaysi qilib, qaysini tavsiya qilish pek farqi yo'q darajada o'xshash ijro bo'ldi. Har ikkilisida savallikmi o'xshash ko'rildi, ortiqchilikmi o'xshash yaxshi ijro bo'ldi. Shundoq bo'lganda? Shundoq bo'lganda hamda ikkisidan birini tavsiya qilish tegishli bo'lsa, qisman bir alohida ahvollar bilan, kichikni bir farqlar bilan Ubul Qasımni tavsiya qildim. Rahmat, xursand bo'ldik. Xo'sh Muhammad efendim. Yuqori deyildi ustozlar hammasi bu ishkaylarniki. Bu o'rinlagan naqshi Hazrat Ali o'zi aytgan naqshini bu o'quvchilarga nihoyat chiroyli boshqa az yana o'zgartishlarni qilib degandek chiroyli beribdi bular. Endi tavsiya qilishimiz chuqur har ikkilisini yoqdi olgan taraflarimiz bor. Biroq birini tavsiya qilish bo'lib qoldi. Shuning mening tavsiya qilishim singlimizni tavsiya qilay. Sinjan efendim. Memno Gulnaz. Tavsiya qildingiz. Rahmat sizga, xursand bo'ldik. Abdullah Abdurim efendim. Bo'pti, yaxshi urilidinglar ish qilib, ma'lumlarninki kutgan yerdan chiqalgan bo'lsanglar, biz nihoyatda yaxshi tirishchanlik ko'rsatganligingizni bayqadik. Men bu singlimni tavsiya qilaman. Xo'sh. Qanundaqda Kerem efendim. Agar mashqdagidek aytayotgan bo'lsanglar, ustozlar cho'qim sizlarga bek hayron qoladi. Ilmi hayron qoldi. Bugun yaxshi aytdinglar, lekin mashqdagidek biz sakrab ketganlardek bo'lmay qoldi. Biz sakrab baqay deb o'rnimizni qo'yib qanday deb o'tirib oldik chun. Abdullah sizlarga rahmat aytaman. Mening tavsiyalarim Ubul Qasım. Bo'ldi. İmzar gruppasining navbatdagi qarorini anglash uchun Hazrat Ali Muhammad Tursun efendimga so'z berishga to'g'ri keladi. 2 nafar mayirning ilgirki, hozirgi va bundan keyingi ahvoliga qarta yaxshi bir qaror chiqarib baqayli. Mashqlik vaqtida haqiqatan Kerem degandek bundan yaxshi ifodasi. Bugunmi yaxshi, lekin jiddilashdi. Jiddilashdi, qarsam tunugimmi, qarsam qalisiga mush ish kirib opti. Hozir men ashyoda kiyim yangi ishlab olsam, mush naqshni aytqim turibdi-ku. Ben balalar etmisin, ciddileşmisin, çokum yaxshi ayta olaydi, mush gapni bir deb qo'ysan degandek gaplarni qildik. Men haqiqatan ciddileşgan his qildim abay. Lekin yana shundoq bir aytmaslik bulti degan bir ashta bir ishonch bor aytdi abaytni yaxshi. Arman bor. Arman bor. Ondan shu o'ziniki shundoq bir irodasi bor. Lekin necha kun yoqmi balalar sizlar o'zinglarmi biz bilan chiqmabo, psixik jihatim chiqib parmashtinglar. Psixik o'qituvchilar bor. Psixik o'qituvchilar bor. Kerem kanalım qilib psixik so'zildi. Xo'sh. Men manchmunch parmashib qolgan bo'ldim. Endi bugungi musobaqa yana demakchi o'g'ini men cho'qqum men shalnib ketdim yoki o'chib ketdi deb bu jihatni hargiz o'ylab qolmay, boshqa kungidek bir
bir yaxshi bir psixika bo'lsa hammaylanda mush guruhimizning keyingi o'tganlarga texim bir yaxshi nomerlarni ko'rsatishimiz uchun mening tanlamoqchi o'g'lim Dilkar huzurida sürgen xiyol şunçilik güzel. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek, latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari Tuş cəmiyyəti biliyat klubu faqat ticaret sorunu bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, azodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush cəmiyyəti biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan tush cəmiyyəti biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush cəmiyyəti hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush cəmiyyətida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qqilo havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzori kiyimlari Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlayan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 75'de olturup yegen kökçinin təmini camның kökçisinden detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen ballık çağlarımızda öğü öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, o'xshagan bir tamoq olsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini ilib, nima desak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti her miyade Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti her miyade Çoğ ustamның çoğluqı бар. Çoğ ustam tayyor tamoq va tetik qo'llari. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüş çallıqı yuqori kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqori götürüp, qoruq tushishning oldini aladi. Teri hücayirlerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dağ tushishning oldini aladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşligi. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'milishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'lgan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tukto'sh kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Şinjan imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Obul Qasım. Mübarek olsun. Obul Qasım efendimizin kızını kutlaymiz. Keyif olsun. Xayrlıq, rahmat. Chiroyli Gulnaz. Mushu natijami menimcha xili yaxshi natija. Shaxsan men
Riyosatchilikda jiddiyleşmegenim bilan agarda meni mikrofonni tutib, naq maydonda chin ovozim bilan naqsh etsa, hargiz jur'at qila olmayman. Shunlashqa biz sizni shaxsan men muvaffaqiyat qozondi deb o'ylayman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Hissiyotingizni, hozirgi tuyg'ularingizni anglab boqayli. Oldi bilan men shu necha kun oyoq buzish uchun jafo chekkan ustozlarimga chin ko'nglimda rahmatimni aytaman. Bugungi natijadan ko'nglim faqat ozroqmi yerim bo'lmadi. Chunki men ishda bir natija bo'lishini rost chin ko'nglimda umid qilaman. Misolan, chunki Aramalay debman. O işte dedim sizde. Ya, çünkü endi boshqalar qanday o'ylaydi uqmadim. Mush naqsh mashq qilish mush jarayonda men bir oyilning nimligini tushundim-chu. Mush akalarimning, masalan, do'stimning qaysi utuq qazinib kelsa men cho'qim ulardan baxo'sh bo'lib ketman. Andan keyin oldin qatim aytamgan uydagilarimga chin ko'nglimda rahmatimni bildirmayman. Mush qo'llab mishayga akeldi. Ana mush necha kun oyog'i ustozlarim maktabda o'qigandek bir hissiyotga ega bo'ldim-chu. Endi sizlarga bir sizlarga depagim keldi. Hisobda Dilyarkam o'z qo'li aytgan polonim yeb oldik. Yana bir arzu tekskada Dilyara oldima. O tomoq yetakchisi bo'lib olsanda. Yetakchisi. Chiqib chin ko'nglimda rahmatimni bildirmayamishadi. Ammo jafo chekdinglar. Rahmat bugungi natijada men intayin xo'sh, o'zimlargiz mag'lub bo'ldim deb o'ylamayman. Akamning degan nihoyat to'g'ri. Mashq jarayonida bu hissiyotimni bek ola oldim. Endi erkin bo'lib ketdim-chi, boya chiqqan oyog'i qo'lim titrab faqat to'xtim deyshi. Aram topdingizmi? Uf, davomki xo'sh bo'ldim shu. Ammo ularning tinning salomat, bundan keyin ishlaringlarni utuqli qilishini chin yuragimda umid qilaman. Rahmat sizlarga. Sağolun. Aram edishga ruxsat, lekin bel qo'yib etishga, mana keyinga bo'lmaydi. Texim yaxshitirishimiz sozlardan. Aman ünlüme Skütlayımız şunlarım yime Tantarbiya bilan san'atni birga elib mengayotgan Shinjong tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mahirlarga ona tilaydi. Yana adashmış tanlagan naqshlarning arasından sen diqqat qildim. Ustozlarning naqshi arasından yana Nurnusa ustozimizning bu yig'ilma ayol degan naqshini tanlagan bo'ldik. Buni kim o? Zulfiya singilimiz bilan Abdug'aniyimiz ikkalan bir guruh bo'ldi. Bizning ham bulardan kutgan talpimiz xilbak yuqori bo'ladi. Har bir naqsh bilangan shu jup bilak qo'ygan bolalardan biz ishqilbak talablarni munoyat qattiq qo'ydik, shunami? Növbəti bizniki Zulfiya singlim bilan G'ini inim ayol deb bir naqshni bizga aytib bermoqchi. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Abdug'ani Ubul. Yaxshimisizlar? Men Zulfiya Abduqodir bo'laman. Mening bu qatimqi programmaga qatnashib Hazrat Ali ustozning guruhiga tanlandim. Bu qatim mening aytgan naqsham ekranda qo'yilgandan keyin mening ota-onam, urug' tuqqanlarim mendan intayin suyundi va faxrlandi. Har kun soatligini mush Hazrat Ali ustozniki ishxonasiga berib, mayli ovoz mashq bo'lsin, mayli boshqa jihatdagi kamchiliklarimizni bo'lsin, birga mashq qilgach, ham 3 vaqt tomoqda birga bo'ldik. Turmush odatimizmi yangicha bir qiyofatda o'zgardi deb o'ylayman. Bizdagi o'pka sig'imchanligimizni oshirish uchun kechda bizni chiniqish klubiga olib, mayli chiniqish jarayonida bo'lsin va yoki naqsh muzikalarni o'g'itish jarayonida bo'lsin, hammamiz bir oila kishilardek bir mehr muhabbat illiqlikni bizga his qildirdi. Bizga Nurnusa Abbas ustozning Yig'ilma ayol nomli naqsini berdi. Göz yaşımda kader kımmet yok. Onda ikkalanning ovozini birga keltirish uchun lekin bu naqshni sal japatatdik. Lekin ballamni japatatdi. Albatta, ustozinglar degandek sizlarga rahmat tilaymiz. Rahmat tilaymiz. Meni o'ylaydiganim mushu bu qatim bizga o'rlashtirgan mush naqshini intayin mukammal holda, intayin chiroyli holda ustozlarimizga, xalqimizga sunishimizni umid qilaman. Yana Abdug'ani saboqdishimga
omad tilayman. Zulfiyaningmi san'at hayotining texim utuqliq, o'ngishli bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Faqat kulkanga aşıqdır cahan, yığılma ayol to'xtag'in bir pas. Faqat kulkanga aşıqdır cahan, yığılma ayol to'xtag'in bir pas. Qaysi seni yig'latgan, ko'z yashimda qadr qimmat yo'q. Qaysi seni yig'latgan, ko'z yashimda qadr qimmat yo'q. Faqat kulkanga aşıqdır cahan, yığılma ayol to'xtag'in bir pas. Aşıqdır cahan, yığılma ayol to'xtag'in bir pas. Muhabbet üçün endi yığlama, ko'z yosh bilan eslemeydi g'am. Muhabbet üçün endi yığlama, ko'z yosh bilan eslemeydi g'am. Şu sebep hergiz bağrım tılgıma, yığılıma ayol to'xtag'in bir pas. Şu sebep hergiz bağrım tılgıma, yığılıma ayol to'xtag'in bir pas. Her takdirini külüp tutular, senin geçer bir kütünümdür. Her külpetini külüp tutular, senin geçer bir kütünümdür. Yığılıma bir pas, birden külüp al, yığılıma ayol to'xtag'in bir pas. Hey ayol, birden külüp al, yığılıma ayol to'xtag'in bir pas. Amalsızlık üzü bir amal, yığlama ayol to'xtag'in bir pas. Qaytqin ey ayol, qaytqin o'zingga, yig'lama ayol to'xtag'in bir pas. Yig'lama ayol bir pas. Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundaqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari Mayirlarga omad tilaydi. Muallim, men bu musobaqa tugagandan keyin qaytmoqchi edim.
Öydeki anamga, singlimga bir yaxshiroq sovg'a ilishni o'ylashgan, nima ilishni bilamedim. Biz xonim qizlar yanalam shu güzellikni bekroq so'yimiz, güzellikka bekroq intilimiz. Men endi shu dilkar kiyimlarni kiyib, shundaq o'zimni boshqacha güzellik bo'lib ketgandek his qilaman-chu. Shuning mayli do'stlarim bo'lsin, mayli o'quvchilarim bo'lsin, shu dilkar kiyimlarni ilishni bekroq tavsiya qilaman. Balkim sizning opangizmi yaxshi ko'rdi, singlingizmi yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylayman. Mush dilkar kiyimlardan opasingiz qandoq bo'lar? Bo'ladi muallim. Shu kiyimni men tanlab bir opirib baqay. Birinci derecik mukofotga erishgan Mahirni Shanxay Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecik mukofotga erishgan Mahirni bo'lsa, Xinjiang Cho'ng Ustam Yemeklik Chekish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Herdambaq Yemek İçmek Pay Chekish shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Albatta 4-cü derecalik mukofotlarimiz mu intayin qaltis. Yani 4-cü derecalik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5-ci derecalik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang tush kemati bilyard klubi chekish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. 6-cı derecalik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Shunlashqa Mahirlarimizga omad yor bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmalar, programmamiz qizg'in kayfiyatda davom etyapti. Albatta bizning Mahirlarimiz imzar guruhida o'zlarining yetakchisi, shunaqla arzu yetakchisiga nihoyatda yaxshi holatda o'zining eng zo'r tirishchilik bilan naqshni ijro qildi. Biz anglag'uvchi bo'lib suhbatimiz bilan tuanda o'tirib naqshlardan huzurlandik, biroq yetakchi bo'lib suhbati bilan sizlarning o'xshamagan bahoringlar, shunaqla qo'yayotgan umrlaringlar bo'lishi mumkin. Eng oxirgi qarorni sizlar chiqarishdan ilgari biz navbati bilan ustozlarning tavsiyasini anglab boqaylik. Tosh Muhammad afandim. G'ani Obol, Zulfiya Abduqodirson. Nihoyat yaxshi o'rindinglar. Bir ishni desam, G'anijon, bu o'yliq nima emas-a? Ilgirimi Abdulla akam bo'lsin, boshqa ustozlar bo'lsin, jiq ta'kidlaydi. Bu naqshning avjini aytganda akam bir turkum yosh bolalarga bir odat bo'lib qoldimi sizlarga? Nima tatib o'tishlar qo'yatgan. Yana aytib yana tatib o'tishlarga naq avjanglar tepidiga kelganda o'zinglar yo'q uni yo'q qilib o'tishlarga ovozni. Ashta chiqama buda chiqayotgan bolalarga mening tavsiyalarim mumkin bo'lsa, mush o'zinglarning eng tekkizdigan yeri kelgancha xotin tatib uni yo'q o'tib yana paydo qilib qildigan ishni bu sel kam qilsanglar. Ovoz yerilib ketishdan andish qilib tatib o'tamdi ya. Ipak yo'lning yengshani ayayotamiz-ku. Hozir texnikalarda yashanchi degan narsalar borchu, shunaqa maydonda shu tayin qilayotganlarniki yengjan uskunlar bor hozir. Ovozni kontrol qila oladi, uni ansirmasa. Shuningga mumkin bo'lsa, buda chiqqan bolalar bo'lsin, keyingi ustozlarning bolalari bo'lsin, mush nuqtaga diqqat qilib qo'yinglar. Bu sizlarniki o'rindashdagi mahoratinglarga zo'r ta'sir ko'rsatib qoladi. Bizga anglag'uvchilarga nisbatan. Xo'sh, bu bir kichik tuzib o'tib ketadigan diqqat qilish degish. Bugungi hamda naqshni o'rindashda G'ani Obol enam, Zulfiya Solim bo'lsin, intayin yaxshi o'rindinglar. Men hamda mush avji qismini bakrak anglab qolaman naqshning. Shuning mening tavsiyalarim hamda mush G'ani enamni tavsiya qilmoqchiman. Rahmat, muallim. Ablat afandim. Yaxshi ijro bo'ldi naq maydondagi ahvolinglar. Hamda dastlabki holatda mening G'anijonga moyilligim bilan o'rtog'on boshlanish kirishdi, mana singlimiz Zulfiyada azroq bir jiddiylish bilan nafaslar joyida bo'lmagan ahvol. Keyin hamda mana bu keyingi G'ani enimizda bir unutilib qolib bir yana tashlab o'tib ketish bilan keyinla Zulfiya singlimiz endi menga keldi omad dedimi. Shunda qilib tashqar ishonch bilan anadan keyingi bosqichdagi hissiyot jihatda men Zulfiya meni bekroq biraz mayilligim Zulfiyaga bo'lib qoldi. Endi bu naq maydondagi ahvollar bo'lg'achqa amaliy ishlar shundoq. Xo'sh. Ikkisidan birini tavsiya qilish tegishli bo'lsa, men Zulfiyani tavsiya qilaman. Rahmat. Aygul muallim. Ma asardan qaraganda ma G'anining ovozi bu asarga bekroq tushibdi. Ovoz doirasi jihatdan-chu. Endi Zulfiyaga sal igizga qopdi, shu sal biyoramolatdiki ovoz doirasi o'qibdi-chu. Ma ayollarning ovoz doirasiga qaraganda. Lekin shunda bo'lsa-mu, yana boshdan oyoq shunda yaxshi o'rinlab badinglar. Men muzikaning
Diyenzi gitar şunda çıkkençu, bekcanlıq şunda qılqı cüşqün bir müzik kentdi. Eğer biz ilqi naqşçı orunluğucu buluş salayetimiz bilen, muş müzik bilen birleşip durup, aşı cüşqünlük, aşı merdanilik bizi ifadelengen bolsa, jığlama ayal boldu qıl, toxta degan aşı näsler bizning ilqi hissiyatımız, vücudumuz ifadelengen bolsaydı. Texim o peyz bolup ketakendik dedim. Mening tavsiyarim bolsa Zulpiye. Rahmat. Kamil efendim. Abay ustoz degandek g'ana shunday yaxshi aytib birgani unutib qolgan bo'ldi-yu, lekin u savallikni jiddiylashib ketmadi, ya'ni asliga qaytarib oldi. Zulfiyadan azroq savallik ko'rildi, lekin ikkilisi farq etkisiz darajada men Hazratli ustozga g'aniyni tavsiya qilaman. Rahmat. Yaxshi bir tavsiya bo'ldi. Samimiy do'stlar yaxshi tavsiyalarni hamkorlashuvchilardan, hatto raqobatlashuvchilardan aymaydi. Bu mu programmamizning eng yorqin shundaqla xayrli nuqtasi. Qanundaqda Şinjanxo efendim. Ben Moğen'e tavsiye Abdurgani efendim. Qanundaqda Ustaz Abdullah Abdurim. Meyli, tallinaylı, şallinaylı. Maşı nakşını bir bizlam anlamayımız bunu. Kelgüsüde. Mana hazır. Bütün Şinjan'daki her halkı anlaydı. Meyli qandal olmasın, çıraylık etiş tırışqınalına özü çok netice. Anlatqınalına özü çok netice. Şuna men ma ballarning fikriga qo'shilaman. Hammasi nayt to'g'ri deydi. Bu G'anijonning ovozi kuchli chiqadigan ovoz ekan. Lekin yana kontrolni o'rgansa bo'ldi-ku bu. Ma qizning ovozi siliqroq ekan. Balkim mushu naqshiga siliqliq lozimcha ba'zi. Menga ishda ta'sir qildi. Men mush qizni tavsiya qilay. Rahmat. Xursand bo'ldik. Undaqda Nurnisa xonimning naqsi bo'lganligi uchun inisi Kerem Abbas efendim anglash jihatda boshqacha bir ta'sirotlarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Balki mushu naqshini aytishga tavsiya qilishdimi, o'zining bir sabab o'ylaganlari bo'lishi mumkin. Undaqda anglab baqaylik, kimni tavsiya qilasiz? Rahmat. Ustozlarninki fikri naiti pek joyiga bor. Nechoqni biz desek taz ishonmaganda ganjo bo'lib qolgan bo'g'oydinglar, lekin cho'ng ustozlarning bizni tarbiyalagan ustozlar naq joyiga olib berdi degan so'zlarni. Men ustozlarni bek hayron qoldirib o'taman desam taz yaxshi bo'lmay qoldi. 2 yillarniki Zulfiya singlim Ablat ustoz dedi. Boshlanishida Zulfiya singlimninki ovozida muqimlik bo'lmay qoldi. Abdug'ani enim bir tekisini atlab o'tib ketishga Zulfiyaga ishonch kirdi. Allomatda shundan keyin hissiyatlar to'liqlanib ketdi. O'rinlayotganlar. Bu naqshinimi Nurnisa adam obdan chiroyli o'rinda bizga sungan. Sizlarga sunishda faqat bir chiroyli tekis, chiroyli ohang sizlarni bu naqshining o'disidan chiqalaydi deblam ustozinglar bilan hamkorlashib, maslahatlashib sizlarga bo'lgan. Zulfiya singlimni mashqdan ayt umdan o'rgandi. Rahmat sizga. Abdug'ani sizmi mashqda vaqtida kelib, hammadan baldirib kelib mashqlarni obdan qildingiz. Chapatatdingiz ukam. Men bu ikkisidan hozir bilet Oxiri qarorni chiqaribsiz. Hozir bilet asosiyatdan tanqid. Bilet bilan qaringiz bo'lmasa Bilet bilan qarim yo'q. Men Zulfiya singlim tavsiya qilaman. Rahmat. Oxir qarorni yana o'xshashlam. Sizlarga Oqyo'lliq hamda ustoz deb atilib kelayotgan Hazrati Ali Muhammad Tursun efendim qaror chiqarib berdi. Hazrati Ali efendim undaqda navbatda ishki mayirning ifodasiga qarta o'zingizning bermoqchi bo'lgan javobingizni anglab baqaylik. Balla mashqlar bektirishqanti. Bugungi ifodasi o'zirmo es qilib qoldi yaxshan. Tozalik biz kutgan yer emas, lekin mashqda bek aktiv, bek yaxshi mashq qilgan. Andan mushu ovoz doirasi jihatimi biz mush kuyni belgilashdimi, bolalar bilan bek maslahatlashib qolgandik. Sizlarga tushdimi, bo'ldimi? To'g'rimi otam bolalar? Bugun rost yetilishib qoldi. Amaliyotda mashqda bek yaxshi. Bo'ldi, birodarlar. Chiroyli singlim, inim, qo'linglarni bersanglar, biz qistayli, biz oldirayli, qaror chiqarishga ham ustozni rohat qilib yetishga fursat berayli. Qanundaqda imzor guruhisining baygi bosqichida navbatdagi mayirlar qatoridan tanlamoqchi va yoki keyingi uzatmoqchi bo'lgan mahiri Kerem ma'lum shu qisqalam bir o'ziniki bir ta'riflar bilan mening ko'nglimdagini bek ifodalab berdi. Zulfiyami shunda yaxshi sistemalar bilan bek yaxshi erishmayotdi. Bundan keyingi istiqbol cho'qim bek parlaq qildi. Abdug'ani shu. Abdug'ani masalan Qashqar viloyat taraflarda shunda olqishli bo'lib, hozirgacha ko'pni o'ziga qoyil qilib kelayotgan yaxshi naqshchi.
Әмсә, İmzar grupsuның növbəti qararı bolsa, İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Gümüş bağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşdı toyga toy, taxit tilep seferde. İnsan şah seferde, bəxtliklər səfərdə. İnsan şah səfərdə, bəxtliklər səfərdə. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.